Bilasizlar, IT ni juda o'zim yaxshi ko'raman, IT sohasini. Birinchi navbatda avtomatizatsiya, talabim shu. Ikkinchisi robotizatsiya, mana uchinchisi qo'shildi sun'iy intellekt. Mana shunaqa taklif ko'p beringlar menga. Sizlardan chiqsin shunaqa ko'p takliflar. Men qo'llab-quvvatlayman faqat bunaqa takliflarni. Bitta xursand bo'ldim. Dunyo qarashlaringiz zo'r, yaxshi, kitob o'qishlaringiz ham demak shunga yarasha bo'lgan. Bekatga bu fikrlar keldi. Demak, befarq emaslar. Qilayotgan ishlaringizga ham sadoqatsizlar, o'zlaringizga, vazifalaringizga, ishlaringizga men mazza qildim sizlar bilan gaplashib. Shuning yaxshi qilib